Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 13-aprel sanasi. Mana bizda ochiq dala pomidorlarimiz Suzana Plus. Ustidagi dugani olib tashladik. Selofanda ochiqqa chiqdi mana. Holatlari hozir juda ajoyib. Birinchi gulshodalari gullab, meva bog'lab boshladi. Tanalari ham juda baquvvat. Mana tanasi qo'l bilan solishtirganda anchayin baquvvat. Oxirgi oziqalarini aytib o'tsam, 2 marta oziqlantirdik. Oxirgi 2 marta oziqlantirishda 13-40-13 20 kilo, bu 13% azot, 40% fosfori bor, 13% kaliysi bor. NPK. Undan 20 kilo, 1 kilo temir 6%lik, yana 5 litr leonardit. Bu tarkibi fulvik gumik kislotalardan tashqari mikroelementlar jamlanmasi bor. Keyin 8 kilo magniy nitrat berildi. Tomchilatishdan. Orada bir toza suv berib, hozir endi 25 kilo kalsiy nitrat beryapman tomchilatishdan. Usti yopiq payti bargidan beriladigan oziqalar ancha qolib ketgandi. Ularda ham Kalmak plus Izabion 10 litrga ikkalasidan ham 25 kg bilan aralashtirib sepib chiqdik 2-3 kun oldin. Bugun ham sepamiz kechga tomon. Bugun endi 0,48 suyug'idan 10 litrga 25 kg plus 5 kg bor 10 litr suvga aralashtirib sepib chiqish kerak. Boyagi sepganimiz Kalmak kalsiy magniyli oziqa, Izabion aminokislotali oziqa. Ustida selofan payti bitta ikkita bateriya bo'ldi. So'lish kuzatildi. So'lishga shu yelkaga taqib sepadigan apparatchani uchidagisini olib tashlab, selofan ichida bo'lishiga qaramasdan shu ildizdan 10 litrga Ridamil Gold 7 gram plus Maxim 5 gram aralashtirib, har bir ko'chatdagidan 100 gram, 150 gramdan quyib chiqdik. U so'lish endi yerda patogen zamburug'lar borda, o'zi hamma joyda ham bo'ladi, ya'ni zararli zamburug'lar. Zamburug', bakteriyalar bor. Hamma yerda bo'ladi. Ularga qarshi foydali zamburug'lar ham bor, lekin ayrim joylarda patogenlari ko'p bo'ladi, foydalilari kam bo'lishi mumkin. Shu ayni yer harorati ko'tarilganda, namlik yaxshi bo'lganda ancha avj olib ketadi. Shuning uchun shu zahardan tagidan quyib chiqdik. Shu zamburug'larga qarshi hozircha yaxshi, keyin bateriya bo'lmadi. Qishda spora holatiga o'tadi-da bu zamburug'lar. Asta-sekin bahorda harorat ko'tarilganda, namlik yaxshi bo'lganda avj oladi, rivojlanib. Hozircha pomidorlarimiz yaxshi. Shu 1 gektardan ziyodroq joyga tomchilatishdan boya oziqalar berildi. Orada bir yana toza suv beramizda, keyin yana oziqalar berishda davom etamiz. Hozircha shular bizda. Bu tomonlarda ham bor, tepada bor. Orasini, pushta orasini ko'chatdan ko'chatgacha 2,20 qilingan keng deyish mumkin, lekin Suzananing shunaqa potensiyali bor. Даже shu ham kamlik qilishi mumkin. Ichida o'sib ketadi. Hosildorligi ham shunga yarasha. Hozirdan ko'rish mumkin, mana juda baquvvat. Qo'yishda davom etaman hali holatlarini.
hozircha shular bizda.